Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ma'lumotlar omborini qurishni o'rganamiz. Buning uchun o'zimga bitta proyekt tanlab oldim. Ya'ni o'quv markazi, onlayn o'quv markazi, ingliz tilini o'rgatishga ixtisoslashgan onlayn o'quv markazi. Men klient bilan gaplashib ko'rdim, nima xohlayotganlari, tizimda nimalar bo'lishini qisqacha o'zimga yo'riqnoma qilib yozib oldim. Hozir shu bilan sizlar bilan birga tanishib chiqamiz. Ya'ni proyektning nomi onlayn o'quv markazi uchun texnik topshiriq. Mana onlayn o'quv markazi proyektimizning nomi. O'quv markazi haqida ingliz tilini onlayn o'rgatishga ixtisoslashgan o'quv markazi. Xo'p, ish jarayoni. Markazda bir nechta bosqichlar bor deyapti. Markazdagi o'qituvchilar bir nechta bosqichlarda dars berishi mumkin. Avval har bir bosqich uchun guruh ochiladi va ularga o'quvchilar to'ldiriladi. Guruh to'lgandan so'ng guruhga o'qituvchi biriktiriladi. Mana shu joyini ko'ramiz yana. O'zgartirishimiz mumkin. Guruh uchun darslar shakllantiriladi. Bunda o'quvchi har bir darsni o'tib bo'lgandan so'ng tizimga kirib, dars o'tilganligi va unda talablarni bajarganligini belgilaydi. Dars yakunlanganida guruh arxivlanadi. Undagi talabalar imtihonga yo'naltiriladi. Imtihondan o'tgan talabalar keyingi bosqichdagi yangi guruhga biriktiriladi. Imtihondan yiqilganlar esa qayta bo'lishi kerak. Qayta o'qiydi. Bunda joriy bosqichdagi yangi guruhga biriktiriladi yoki o'qishni tugatsa arxivlanadi xolos. Hop, o'qituvchi oyligi. O'qituvchi har bir guruhdan o'quvchi soniga mos ravishda maosh olar ekan. Ya'ni har bir bosqich guruhi uchun o'qituvchi ish foizi qo'shib yaratiladi. Ya'ni bu yerda boshlang'ich darajadagi o'qituvchilar boshqacha foizda ish haqqi olar ekan, yuqori darajadagi o'qituvchilar boshqacha foizda ish haqqi olar ekan. Bu ya'ni o'qituvchi bilan o'quv markazining shartnomasiga, ya'ni kelishuviga bog'liq narsa ekan. Buni shunga mo'ljallab tuzib ketishimiz kerak. O'qituvchi o'z profilida aktiv guruhlarni ko'rib turadi. Ularda dars o'tganligini belgilashi mumkin. Bundan tashqari qaysi guruhdan qancha summa kutilayotganini ham ko'rib turishi mumkin bo'ladi. Hop, qo'shimcha ravishda jarima tizimi ham mavjud. Bunda o'qituvchi dars uchun qo'yilgan talablarni bajarmasa jarima oladi. Har bir jarima uchun jarima uning guruh uchun oladigan foiz ustamasini 1% ga kamaytirishi kerak. Guruh tugatilganda, ya'ni barcha darslar o'tib bo'linganida o'qituvchi oladigan summa hisoblanadi. Bu haqda buxgalter, ya'ni adminga so'rov tushadi. Xo'p, misol keltirib o'tildi. Ya'ni ikkinchi bosqich uchun oylik to'lov 200 ming so'm. Onlayn ingliz tilini o'rganish uchun ikkinchi bosqich uchun onlayn 200 ming so'm to'laysiz. Ikkinchi bosqichda o'qish uchun. O'qituvchi 30% ga ishlaydi. Ikkinchi bosqich o'qituvchisi. Xo'p, guruhda 12 ta talaba o'qidi. O'qituvchi barcha, ya'ni ikkinchi bosqichda 10 ta dars bo'libdi. 10 ta dars davomida 5 ta jarima olibdi o'qituvchi. Bu degani mana bu 30% dan 5% ketdi degani. Endi hisoblayotganda 200 mingdan 12 ta o'quvchining umumiy summasini hisoblaymiz. Keyin 100 ga bo'lib 1% ni topib olamiz. Keyin o'qituvchining foiziga ko'paytirib qo'yamiz. 30 ga emas, 30 minus 5 ga, ya'ni 25 ga ko'paytiramiz. 600 ming so'm chiqyapti. Xuddi shunday hisoblanadi. Hisoblab berishimiz kerak ularga. Xo'p, bunda chiqimlar bir necha turga bo'linishi mumkin. Masalan, o'qituvchi oyligi, kommunal to'lovlar, mukofotlar, ya'ni eng yaxshi o'qituvchi, oyning eng yaxshi o'qituvchisi, shunga o'xshash. Keyin avanslar bo'lishi mumkin ekan va hokazo shunga o'xshash chiqimlar bo'lar ekan. Xo'p, barcha to'lov ma'lumotlari oylik, yillik va xodimlar kesimida ko'rinishi kerak. Bu o'zi dasturiy tomonlamaga tegishli narsa. Va bu ma'lumotlar eksport qilib olish imkoniyati bo'lishi kerak. Bu ham ogohlantirish. O'quvchilar yomon baho olganda, darsda qatnashmaganda yoki ularga imtihon belgilanganda Telegram bot orqali xabar yuborish. Har bir darsdan so'ng dars bo'yicha test yechishni boshqarish. Demak, har bir bosqich uchun test savollari tizimga kiritib chiqiladi va o'quvchining
bosqichi va oxirgi o'tilgan darsiga ko'ra test yechish imkoniyati beradi. Bu orqali o'quvchilarning o'zlashtirishini ham monitoring qilish mumkin. Okey. Xo'p, o'qituvchilarga esa yangi guruh biriktirilganda xabar jo'natiladi. Bundan tashqari, jarima olganda xabar jo'natiladi. Guruh bo'yicha ish haqini to'langanda ham xabar jo'natiladi. Diqqat! Agar o'quv markaziga tegishli bo'lmagan o'quvchi botdan foydalanmoqchi bo'lsa, bot unga kursga yozilishni taklif qilishi kerak. Ha, bu ham dasturiy tomonidan ekan, oxirgisi. Xo'p. Umumiy tizim Telegram bilan bevosita bog'liq holda ishlaydi. Shu sababli Telegram imkoniyatlaridan maksimal foydalanish kerak. Okey. Tizim nima haqidaligini tushundik. Ularda umumiy tizim bor. Biz uni avtomatlashtirib berishimiz kerak. Buning uchun birinchi database tuzishdan boshlaymiz. Unda bizga kerak bo'ladi mana DB diagram. Mana shunaqa desanglar chiqadi. Mana kirib ko'rsataman. DB diagramga kirsanglar, mana create your diagram kirasizlar. Bu test case'larga default anoni chiqazib beradi. Mana bu jadval, mana bu relation. Bunaqa qilib yozmasanglar ham bo'ladi. Chunki juda ham ko'p table bo'lsa sizlarda mana bunaqa yozish foydali hisoblanmaydi. Hop, endi buni olib tashlayman. Online ingliz tili o'quv markazi uchun database. Okey, bu kommentariy yozib qo'ydim. Shunaqa kommentariy yozsanglar bo'ladi o'zinglar uchun. Xo'p. Birinchi bizda rollar bo'ladi. Rol buni mana bunaqa yozamiz. Table kichkina bilan yozsa ham table ishlasa kerak. Roles id'si bo'ladi. Int pk primary key. Xo'p, endi name bo'ladi. String. Xo'p, keyin kodi bo'ladi. Bu ham string. Xo'p, endi bu yerga yozib qo'yishimiz mumkin. Bizda qanaqa rollar bor? Tizimdagi rollar. Tizim rollari. Xo'p. Birinchidan admin bo'ladi. Xo'p, ikkinchidan o'qituvchi bo'ladi. Bularga keyin ham yozib ketsak bo'ladi. Yaratayotganda shunga qarab. Adminniki admin, o'qituvchiniki teacher, buxgalter bo'lishi mumkin yoki student talaba, o'quvchi. Student deb qo'yamiz. Rollar shular bo'ladi. Endi table user bo'ladi. Chunki tizimga kirish, login qilish uchun albatta userlar bo'lishi kerak. User jadvalida hozircha ID int pk primary key user name string password string role ID bu int bo'ladi va bog'lab qo'yamiz. Shu yerda ref rolesdagi ID bilan bog'ladi. Mana bu yerda ham ko'rishinglar mumkin. Diagrammada ham bu bog'lanib qoldi. Xo'p, endi. Xo'p. Bizda table teachers bo'ladi. O'qituvchilar bo'ladi. Xo'p, o'qituvchining bunda ham ID'si bo'ladi. Int pk. Xo'p, fiosi bo'ladi. Full name deylik. Full name string. Xo'p, keyin darajasi. Maksimal darajasi bo'ladi. Bir nechta darajada dars berish mumkin. Degree. Bundan oldin har bir o'qituvchi bosqichlarga tegishli bo'ladi dedik-ku. Ya'ni o'quv markazida bir nechta level bo'lishi kerak. Shuning uchun levellarni alohida jadvalga saqlab olamiz. Levels. Xo'p, endi ID pk int qolib ketdi. Xo'p, endi levelning name bo'ladi. Xo'p.
status bo'lsin. Bo'lgan. Hop, mana bu yerda endi tizim bosqichlari deb yozib qo'yamiz. Misol uchun, birinchi bosqich, ikkinchi bosqich shunaqa edi ko'rganimda ularda. Ya'ni beginner, intermediate emas, shunaqa oddiy birinchi bosqich, ikkinchi bosqich deb yozilgan edi. Xohlagancha qo'shib olaveradi o'zi. Mana. Xo'p, endi o'qituvchini bosqich qaysi darajadagiligini kiritib ketsak bo'ladi. Level ID. Shunda bu int bo'ladi. Va pk ref levels ID bilan bog'lab qo'ydik. Hop, buni ham ko'rishingiz mumkin. Mana levellar, teacherlar bor. Xo'p, bundan tashqari o'qituvchini leveli bo'ldi. Yana bizga kerak bo'ladi har bir o'qituvchining telefon raqami. Xo'p, font string. Xo'p, endi telefon raqami bo'ldi, full name bo'ldi. Certificate. Ya'ni IELTS bo'lishi kerak bo'lsa, o'shani yuklab qo'yar ekan. Keyin pasportga ham kerak deyishdi. Bu ham string. Просто rasmini yuklab qo'yishadi. Xo'p, hozircha shu tizim o'qituvchilari. Просто komment yozib ketaman o'zim uchun. Sal mana bunaqa qilib qo'ysak, scroll ishlaydi. Xo'p, endi tizim o'quvchilari. Level students ID int pk full name string o'quvchini keyin bo'ladi buni mana bu yerda qolib ketibdi. O'qituvchi ham tizimga kirgani uchun bunda anosi bo'ladi. User ID'si bo'ladi. O'qituvchi yaratilganda avtomatik user yaratilib, bunga biriktirib ketiriladi. Int ref users ID. Okey, mana. O'zi chiroyli bo'lib boshladi, bir-biriga bog'lanib. Xo'p. Endi o'quvchini font pampararam. Hop. Bosqich bunga ham berib ketsak bo'ladi. Shunda statistika uchun kerak bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni qaysi bosqichda nechta o'quvchi hozir o'qiyapti. Shu uchun. Xo'p, endi yana kerak bo'ladi bizga. Statistika uchun yana age qo'shsak bo'ladi. Integer int deb yozib qo'ydik. Keyin jinsini qo'shsak bo'ladi. Gender. Hamma statistika uchun. Keyin asosiy narsa bizda Telegram bot unga xabar jo'nattirish uchun chat ID'si kerak bo'ladi. Chat ID. Integer intlik. Keyin balki username ham kerak bo'lib qoladi. Telegram username. String. Qo'shimcha yozib qo'yaylik. Keyin o'qituvchilarga ham xabar jo'natishimiz kerak. Buni o'qituvchilarga ham bog'lab ketamiz. Qo'shib ketamiz. Faqat bu yerda mana bu user ID kerak emas studentga, chunki studentlar tizimga kirmaydi. Shuning uchun bu shart emas ularga. Xo'p, hozircha bo'ldi. Yana ham idea kelib qolsa qo'shib ketaveramiz.
Xo'p, endi guruh yaratishimiz kerak. Tizimdagi guruhlar. Xo'p, table, groups, ID, int, pika. Guruhni name bo'ladi. Name, string. Buni unique qilib ketishimiz kerak. Xo'p, takrorlanmas nom. Takrorlanmas guruh nomi. Xo'p, keyin buni level bo'ladi. Level ID, int, ref, levels ID. Xo'p. Endi buni o'qituvchisi bo'ladi. Teacher ID, int, ref. O'qituvchi guruhga biriktirilganda, hop, kontrakt ham tuziladi. Kontraktda summa ko'rsatiladi. Uni alohida qilib chiqazib yuborgan yaxshi. Hop, chunki yoki o'ziga yozib ketsak ham bo'ladi. Misol uchun group price float bo'ladi. Ya'ni o'qituvchi olish kerak bo'lgan summa. Mana bu yerga yozib ketishimiz kerak. Keyinchalik nima edi deb qolmasligi uchun. O'qituvchi olishi kerak bo'lgan summa. Xo'p, keyin yana qo'shimcha yozishimiz mumkin. Student count int bo'ladi bu guruhda talabalar soni. Statistika uchun, ya'ni buni relationdan olsak ham bo'ladi. O'ziga yozib ketsak ham hech nima yo'qotmaymiz. Xo'p, endi guruhni turi ham bor edi. O'shani mana bu yerga qo'shishimiz kerak. Duplicate, voy. Ctrl C, Ctrl V qilamiz. Bosqichlar tizimda guruh turlari, turlari. Xo'p, birinchisi bor edi. Ch, ya'ni dushanba, chorshanba, juma. Toqlari. Ikkinchisi bor edi. S, juft kunlar. Xo'p, keyin uchinchisi ham bor edi. Ularda boshqa degan. Uni azar deb qo'yamiz. Boshqa. Mana endi buni ham katta harfda yozib o'tiramiz. Chiroyli ko'rinishi uchun. Group types. Name, status. Default true bo'lsin. Boshqa ketamiz. Migratsiyada bunga ham qo'shib qo'yamiz. Xo'p. Okey. Tayyor. Endi guruh yaratilganda guruhga nom berildi. Type, level, group type ID and ref group types ID ga bog'lab qo'ydik. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Mana xullas mana shunaqa bo'lyapti. Xo'p, hozircha shu. Endi davom etamiz. Guruh qo'shildi. Endi mana buni studentdan oldinga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, endi student yaratilayotganda level va mana bu yerga group ID'ni ham qo'shib qo'yamiz. Int ref groups ID. Shunda o'quvchi ham guruhga shu bosqichdagi shu guruhga bog'landi deyishimiz mumkin.
Lekin mana bu guruhda o'zida level bo'lgani uchun man buni olib tashlasak ham bo'ladi. Hozir qoldiraman. Nimaga? Chunki bizda o'zishni ham ba'zi katta bo'lib ketmaydi. Shuning uchun uh, bu ortiqcha emas. Lekin sizda baza katta bo'lsa, ekonom qilish uchun, optimal bo'lish uchun mana buni olib tashlash kerak bo'ladi. Chunki guruhda o'zida borda bu. Hozircha men camera relation qilish uchun qo'yib qoldirib ketaman. Xo'p, endi faqat yana bitta narsa. Mm, buni, buni alohida jadvalga chiqarib yuborganimiz yaxshi edi. Student contract. Double control. Uh, Contracts. ID and Pika student ID and ref students ID. Xuddi shunday group ID tegaman bu yerda price level price deylik. Price. Bu float bo'ladi. Ya'ni o'quvchi mana shu guruhga biriktirildi. Bu guruhda mana buncha summa to'lashi kerak. To'lagan summa qoldiq summa deb mana bu yerda bu mening YouTube kanalim bilasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Translate'ga yozib olaman. To'langan summa. Mana buni tashlaymiz mana bu yerga. Bu ham float. Bu qarzdor. Qarzdorlik summasi. Debit. Mana bunday qildik. Qarzdorlik. Float. Buni mana bunaqa qilib qo'ysak ham bo'lar ekan. To'langan qarz qarzdorlik. Keyin yana bitta narsa, studentda chegirma bo'lishi mumkin. Chegirma. Discount degan bu 10%, 20%, 50%. Demak, buni int deb ketsak bo'ladi. Chegirma. Xo'p. Shunga qarab mana guruh. Endi mana buni olib tashlasak ham bo'ladi. Chunki studentlar bor ro'yxati, keyin studentda shartnomalari bor. Bu guruhda o'qidi, bu guruhda bitirdi. Keyin mana buni statusini qo'yib qo'yar ekanmiz. Status inactive. String qilamiz. Active, inactive. Finished. Arxiv. Aktiv bu shu guruhda o'qiyotgani, inaktiv hali boshlanmagan holatda buni birinchiga o'tkazib qo'ysak ham bo'lar ekan. Guruhga biriktirildi, guruhda dars bo'lyapti, guruhda dars tugadi, keyin arxivlandi. Mana bu shartnoma ham xuddi shunday. Xo'p, endi student payment bo'ladi. Level student payments. Bunda nima bo'ladi? ID and Pika student ID. Yo'q, bunda kontrakt ID bo'ladi. ID int ref ID, ya'ni ana shu kontrakt bo'yicha to'lov. To'langan summa.
Float. Xo'p, mana bu kontrakt bo'yicha to'lov qabul qilinadi. Shunga qarab ma'murlar update qilib qo'yiladi. Mana bu yaratilganda labeldan olib price bo'ladi. Ya'ni bosqich narxi. Demak, mana bu yerda tepada bosqichga narx qo'shib ketishimiz kerak. Price. Bu float bo'ladi. Bu bosqich darslari narxi. Hop, yaxshi. Ketdi. Contract payment deylik shuni. Payments. Okay. Hop. Endi. O'quvchilar qabul qilindi. Kontrakt tuzildi, to'lovlari qabul qilindi. Bo'ldi. Endi o'qituvchilarga oylik chiqazib berishimiz kerak bo'ladi. Buni student kontrakt dedik. Student contract payment. Mana buni ham o'zgartir deyapti. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana shunaqa yozyapman. Aslida hozir o'qituvchini kontrakti bilan studentning kontraktini bitta qilib ketish ham mumkin. Xo'p, endi mana bu yerdan yozaman. Mana bundan ajratib qo'ying. Bu bitta. Endi mana bu yerdan yana bitta. Xo'p. Level teacher contracts. Xuddi mana bunaqa bo'ladi. Copy qilib turaman. Hop, bu yerda faqat student ID emas, teacher ID bo'ladi. ID teachers qaysi guruhga qaysi o'qituvchi biriktirilgani, keyin mana foizi o'qituvchini foizi bor edi-ku. Hop, foiz teacher person deb ketamiz. Teacher person. Hop, teacher person bor, level price bor, ya'ni bosqichda narxi bor, o'qituvchini foizi bor. Endi hop, mana bu narsani ham olib tashlaymizda. Hop, bunda turib tursa hozircha bunga qo'shsak bo'ladimi yo'qmi ko'ramiz. Kontrakt level price bor. Growth price bor. Bu student count. Buni tepaga olib qo'yamiz. Shunda mana tepadagi 3 tasidan mana bu uchalasidan mana bu chiqariladi. Faqat yana bitta narsa bor. Ana jarima count. Lar soni. Mana bunaqa deymiz. Finance count. Int jarimalar soni. Xo'p, shunga qarab guruhda narxi kelib chiqadi. Mana bu. Endi bunda to'langan, to'lanmagan umumiy holati bu xuddi pastdagidek bo'ladi. Mana buni ham olamizda. Metga tashlab teacher contract buni bunga ulaymiz va ID summa. Okey. Xo'p, mana o'qituvchiga to'langan shartnomasini qilib oldik. To'langan summa. Mana buni ham olib tashlasak, guruhda turi bo'lsa bo'ldi bizga. Guruh bilan guruh yaratildi. Mana. Keyin guruh bilan o'qituvchini alohida shartnoma qilib qo'yildi bu yoqda. Xuddi mana bu yerda ham talaba yaratildi.
o'quvchi. Keyin talaba bilan guruh o'rtasida shartnoma qilib qo'ydik. Keyin to'lovlarni ham shu shartnoma bo'yicha qabul qilyapmiz. Bu yoqda ham to'lovlarni o'qituvchiga to'lovlarni shartnoma bo'yicha qilyapmiz. Xo'p, hammasi ajoyib hozircha. Endi davom etishimiz kerak. Xo'p, og'zachar vaqti o'tdi. Buni keyinroq davom ettiramiz. Okey.
Hop, bugungi o'tadigan narsamiz shundan iborat edi. Tushungacha ko'rgan bo'lsangiz xursandman, foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar haligacha kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'ying. Rahmat, salomat bo'ling.